Assalomu alaykum. Islomjon o'z kanali obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan Arashan ishqibozlar Hisori chorva ishqibozlari. Akalar, toza Arashan boqaman degan aka-ukalarimizga shu bugungi videoda tavsiya etamiz. Videoda oxirigacha ko'ringlar. O'ta go'zal qo'zi-qo'chqorlar bor Arashanga. O yuzlari brendlaridan so'raganlarga aka-ukalar tavsiya etamiz. Bugün hafta kuniga 27-yanvar hafta kuniga seshanba 2025-yil 2026-yil akalar. Biz video syomkamizda Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, ya'ni o'sha optim olib kelib sotadigan mashhur Hoji akamizning xonadonlariga yetib kelganmiz. Hormatli Hoji aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Obunachilar. Charchamayapsizlarmi? Hamma sog' salomatmi? Xudo xolasa, ancha ko'rinmay qoldik. Mana shular tarbiya qildik, xudo xolasa mana. Qirg'iziston yopiqligida-ya. Xudo xolasa, qo'chqorlarni konkretlardan kelganmiz. Bittadan like bosinglar, sirazi kirib like bosinglar. Hoji aka. Like bosa degan qo'ylar bugungi. Like bosadigan-a? Hoji aka bu shalpon quloqni qaydan topdingiz? Bu. Akalar bu quloqni qaranglar. Bu jonivor bor-ku, bitta narsani aytdilar, men qiziqqanim. Qo'zi deyaptilar. Akalar, qo'zini jonivorni qarang. Necha tish dedingiz mana shuni? Men 2 tishdan plus bizga 4 tishga o'tyaptimi desam, Islomboy nima bu qo'zi uka deyaptilar. Mana shuni kommentariyada qaranglar. O dumbanlar, razrezlari akalar. Mana, mashalloh. O'ta brendi, o'ta uzun, o'ta gigant qo'zi ekan, qo'zi ham. Sen endi obunachilar tishini ocha endi buni. Bitta tishini ko'rsatib qo'ying haqiqatdan. Gap isboti mana. Mana jonivor. Hali yoraman ham degan yo'q. Tishlarning orasi ham ochilmabdi Hoji aka. Oldi grudkalari baqa chiqqan to'shdan. Qani metrda olib ketchi, o haliginda turibdi. Akalar, bitta ko'rib like turib ko'rasizlar. Mana quloqni o'lchab turamiz ungacha. Keyinchi quloq ham endi chiqib Nishoni. Mana. Endi men qayerga qo'yishni bilmayman, qo'yib yuboraverdim. Ha, jichchapada. Nima qilay? Bo'ldi, ahindi. Akalar, mana realni ko'ringlar. 21 mi yo 20 mi? 21. Bo'ladi bizga. 22 bo'lish shart emas. 21 plus jonivorni Endi quloq. mana bo'yini ko'rib turing. Bo'yi. Mana men qo'l qo'ymayman, o'zlari ko'rib Mana, ha, olishadi. metr akalar to'g'ri qo'y, boshqa bo'lmaydi. Mana o'zlaring hamma o'zi uchun ko'rib oladi. Metr mana sirazi qo'yilyapti. Xudo xolasa ko'rib olinglar. Ekan deyilmaydi. Mana yungi bilan turibdi. Endi o'zlaring xom taxmin olaverasizlar, Xudo xolasa. Mana shu holatga olib kelib Gap qo'yganim yo'q, uchun mashalloh. o'zimga rahmat. To'g'ri. Gap yo'q, ha? Bundan ba'zi obunachilar o'zi tarbiya qiladi, xudo xolasa. Maza Qo'zi qilibsiz. bu. Ha, qo'zi jonivar. Omma narxini ham Narxini o'zi obunachilarimizga aytamiz. 2000-3000 dollar demaysiz, ha? Yo'q. Akalar, narxini ham xudo xolasa aytamiz, lekin narxini aytiladi. Chunki o'tgan videoda narxini aytmaslar, nima qilasizlar deyilibdi. Gap ko'p tuzmasdan, lekin bitta narsani aytib, buni sotmayman dedilar. Aka, qo'ying, hozir qo'chqor sezon ekoy bor, soting dedim. Buni hozir sotish shart emas menga. Prosta obunachi. O'zingiz ko'rdingiz-ku, video qilaylik shuni dedingiz. Video qilyapmiz mana. Men buni sotib, pulini nima qilaman? To'g'risi gapda. Pul bor, оборотda yetib turibdi-yu. Endi qo'shimizda mana qo'shqar ham tursin. Ishqiboziga beraylik. Hamma narsani bor-u. Egasi boqqani, egasi tarbiyalagani yaxshi. Xo'p, sotaman. Xo'p. Shu haqiqiy olaman degan odam telefon qilsa men sotaman. Bo'ldi, gap yo'q. Akalar, narxini o'sha telefonda aytaman. hozir aytib ketaverin. Hozir aytaverin. Ayting. Men 100 000 dollar bo'lsa ham aytib ket deyishyapti obunachilar. Aytaverin Hoji aka narxi. 2000 bo'lsa beraman. Xayri bor. Ozmoz. Yo'q, endi sizlar. Xayri bor, telefon qilishaversin, bitirib beriladi. Akalar, hech kim aytganiga sotilmagan 2000 dollar xayri bor qo'zi. Kimdir ena bola mol beradi, boshqa bola tushunga oladi akalar buni. Haqiqiy Arashan qo'zichoq, bo'yi mana 1 metrga yaqin qo'zichoqdi. Quloqlari 21 plus, dumbalari tikka razrezlar. Oyoq qo'llari o'ta yo'g'onidan kastak, stoykalar akalar bitta ko'rib like bosib qo'yinglar. Gap yo'q, mashalloh. Alloh hammani qo'rasiga bundan zo'rini, bundan go'zalini bersin, elitalarini bersin akalar. Mana jonim. Hozir mana shu holatga qo'zi bo'lsa qarang. Hali ham like bosmagan bo'lsangiz bori, uyotam bo'ladi endi. Uyotam bo'ladi, ha? Bitta like bosing endi, bosing, sraz bosingchi. Hozir, ha? Erkak bo'lsa bossinchi mana, onasini emsin. Mana. Bo'ldi mana akalar. Qo'chqor.
Bitta like bosib turaverasizlar. Like'ni bosinglar. 2000 ga bo'lsa dastavkasi bilan shu O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman. Qilib berishadi. Akalar ozmi sunnatiga o'tib beradilar. Va'dasiga aytib telefon qilaveringlar kelishiladi. Ammo qo'chqor bor-ku, ashi 10 ming, 20 ming deb chiqarilayotgan qo'chqorlar bilan tepishib qo'yaveradi jonivor. Ko'ryapsizlar. Haqiqatan berdim 1 metrga yaqin qo'zichoq. Mana jonivor hamma yo'q. Akalar hozir bundan keyin o'ta go'zallari bor, ularni ham chiqib ko'rsatamiz. Ko'rib tomosha qilinglar. Akalar toza arashanni brendiy svetlilardan boqaman degan aka ukalamizga toza svetlilardan yetib kelib qopti-yu. Jonivorlar, mashalloh. Jon hammasini qulog'i butun, hammasi urug'ga tayyorlangan bu qo'y. Aka, buni qaysi qo'ralardan olib chiqyapsiz? Ota-onalar ham o'ta polvon qo'zlari-ya. Ishimizni kamagida saqlagan qo'zlarimiz, qo'zlarni ko'ringlar. Вообще ideal, brend rang. O bilasiz o'zi. Ay. Nimalar oqchidan kelabaq mana. Jonivorlar. Buni hammasini Qayta qulog'i butunligini qara, hammasini qulog'i butunligi. Mashalloh. Haqiqiy go'zallaridan akalar. Arashanni qo'zidan olib, sekin tarbiya qilaman degan aka-ukalarimizga tavsiya etib o'tamiz jonivorlar. Mana haqiqiy go'zallar. O, qaranglar polvonligini jonivorlar akalar. Qo'zi hali. Qo'zicha. Necha oylik mashlar, hoji aka? Taxminan 8 oylik bo'lsa kerak. 8 oylik plus minus. Bo'ylari 85 plus. 90 ham dek bo'ladi, taxminan aytya. Bu kellalar qara. 85 plus. Oq yuzlaridan akalar. Mashalloh. Baqa o'tirdim de yuzlarni qara, uchovi ham bir xil buni. Bir xil. Uchovni bir joyga olgandan ham kelishilaveradi. Kelishamiz. Yakka-yakka tanlab olgan ham kelishilaveradi. Voy, bizda kelishamiz. Bunda qo'yni o'rtasida bo'lib olmasa bo'ldi. bitta olganga ham Qulog'ini qara. dastlabki qilib beriladi, qayga bo'lsa. Ha, To'xtat. mana akalar tozasini qidirib yurgan aka-ukalarimizga qaranglar. Xo'p, hoji aka, bo'ylari 85 plus, 8 oylik nari-beri qo'zlar. Nech puldan bahosi? Ishlarni ko'rsatishni kerak yo'q, chunki hammasi o'zi aytib turibdi. Videosi bor, ko'rsatib beraman. Ha, yuzlari ham boshqasi, hamma yo'q o'zi aytib turibdi akalar. Dumba mana tikka razrezlari hamma yo'q go'zal qo'zlar akalar. Yuzlari oq o'sha brendivida. Mashalloh mana. Kellalar. Buni o'rladi, qaranglar akalar. O'ta go'zalidan, ha. Bah. Bularni sotsam keyin nima bo'laman? Ha, menga qaratingchi. Bularni sotsam Ha. nima boqaman keyin? Ha, sizga kelaveradi, sizga kelib ketaveradi, hoji aka. Bu yo'l beku. Ha, endi ochilib qolar, hoji aka, voy. Shu Mana qaranglar. Mana blogerlarga o'zi qo'yni ko'rsatmash kerak-ku endi men. Yaxshi qo'y bo'lsa Akalar. video qilib kelib turadi. Ha, bularda aka, biz xalqimizga ilinamiz-da. Xalqimizga ilinamiz. Mana qo'chqorlarni qaranglar. O'zi ham kelmaganingizga bir 6 oy yo'ldami aka? Mana jonivorlar, qaranglar. Mashalloh. Xo'p. Qarang. Ha. Shu qo'y menda turdimi, obunachilaringizda turdimi? Xo'p, narxi hoji aka. 1300 dan yoqqanini olibsiz. 1300 dan. Ha. Mayli. Tanlab olishga. Kalla olsa ham mayli, bitta olsa ham mayli. Hammasini olsa mayli, bir nima o'tib beraman. Hammasiga bo'lsa kelishadi. Kelishamiz mayli. Yo'lida. Ha. Mana akalar 1300 Faqat dollardan. bu zotga qo'yga qo'shgani aka-ukalarimizga. Ha, bunaqa go'shtga olishda emas bu qo'y. bo'ldi. Bu qo'yni bilgan odam oladi. U gapirgan odam o'sha gapirib o'taveradi. Siz ham buni misol kichkina bo'lishiga qaramasdan yaxshi pulga olib chiqqansizda bali. Buni biz normalniy pulga olganmiz. Jonivorlarni qaranglar akalar. Bitlarni qarang, buni men borsam bular indamaydi bu jonivorlar. Aka o'zi ko'p mana shunaqa zotli qo'ylarni ko'p aksariyat odamlar qo'rqmaydi. Mana jonivorlar. Kela qolinglarchi bo'taloqlarim. Akalar 1300 dollardan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor deyaptilar. Hammasini olganga kelishamiz deyaptilar. Telefon qilsalar ham xudo xolasa. 1300 dan endi qarangda, o'zimga hisoblab ko'rsatib qancha bo'lib olmaydi, dangal bor. Shunday. Buni bitta bolasini olsa yetadi. Xudo xolasa. Qulog'ini qarang, mana. Mashalloh. Quloq o'zi 1000 dollar bu. Gap yo'q. Qiziqqanlar, tushunganlar telefon qilaveradi. Obunachilar pul uyda tursa turaveradi. Shunday. Olinglar mana. Yaxshi sovliq qo'shinglar, bitta bola olinglar, xudo xolasa u normalniy pul boy bo'lib ketasizlar. Xudo xolasa hoji aka. Ha, ko'pga qiziqmanglar, mana. Realni 3 ta olinglar bo'ldi bittasi. Telefon qilaverasizlar akalar, xudo xolasa 1300 dollardan xayri bor debdi.
Hammasini olganga, talla olganga 1300 dollar bittaga ham talla olaversa, hammasi birdek kelgan menga. Ey, mana mashina oldim 1300 ga ber desa beraman. Beraverasiz-a? Mana uni oldim desa beraman. Buni oldim desa beraman. Hammasini hoji aka bering desa xayri bor. Bo'ldi. Akalar aloqa chiqib qo'rasizlar, dim boshlar azizlar. Hamma yo'q. Mana qo'zi, mana. O'ta yirikligini qarang. Mashalloh. Hoji aka, bu bo'g'oz sog'liqmi? Xudo xolasa bo'g'oz, islomjon. Inshaalloh bo'g'oz-a. Lekin u haligi hashak qo'ymas. Ha, lekin arashan ham emas. Qo'ydi mana shu yerga tuxumni qo'ysangiz o'rnaydi. Arashan ham emas lekin. Arashan emas endi. Toza arashan demaymiz. Idilboy mana arashan gibridlar, O'ta ha. yilikan qo'ydi. Akalar, bitta narsa haqiqatda aytaman, men doim bilsam, Xudo xolasa inshaalloh o'zimni qo'ylamda ham gibrid bo'lsa gibrid deyman. Bu arashan emas, lekin Qirg'izistonning gigant qo'yi. Nimaga gigant deyapman? Bo'yi unchalik katta bo'lmasligi mumkin, ammo tepasiga kelsalar, yeni o'ta yo'g'on katta qo'y akalar. Kalta tumshuq. Mana. Haqiqiy qo'chqor garbonuslar ham kelgan ekan. Haligi bitta Qo'chqor odam kelga o'xshaydi-ku. bitta odam aytganda, uka haqiqiy qo'ydi, sorti bor qo'ydi tumshug'i oq bo'ladi degan. Mana. Realniy narsa. Akalar, tumshug'i oq bo'ladi, hoji aka. Mana tumshug'i oq. Voy, nima? Xudo xolasa hali tug'adi, inshaalloh, ha. Ha, ko'zlarini qarang. Yoshlar yosh. Bu menimcha polvon yo'g'on qo'ydi. afg'onga chatishganmi deyman. Haligi afg'on junta, juni. Ha, ranglari, Ha, svetli. afg'on. Mana shunaqa bo'ladi afg'on, juni. Ha. Akalar, telefon qilaverasizlar, dumbilari tikka, xudo xolasa hamma yo'g'i zo'r. Qo'ldan kelganicha ko'rsatib o'tyapmiz. Qo'lim yetmayapti. Uzunliklari ham yaxshi qo'ydi. Bo'g'oz qo'y so'ragan aka-ukalarimizga mana xudo xolasa inshaalloh bo'g'oz deyaptilar. Bitta gap aytaymi? Ayting. Qisqasi buni narxi zo'r. Narxi qancha? Like bosdimi, bosmadimi? Bosishdi. Mana shu ko'rayotgan erkak odam bo'lsa bossin mana shu qo'yni narxini arzon qilib beraman. Qancha? Erkak. Bosdilarmi like? Ha. Obunachilar ayollar ham bor ekan. Mayli. Ayollar tafsilot like bosadi. Erkaklar ham bosinglar, mana qarab turinglar. Narxini bitta gap aytaman. Qancha? 8 million bo'lsa mana olsin. 8 millionga. Dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida like bosganga beraman mana. Like bosganga berasiz, bo'ldi. Screenshot qilib like bosganlarga tashlaverasizlar. 8 millionga bo'g'oz mana sog'lig'imiz ketdi. Lekin bu tug'sa 1.5. Hech bo'lmadi deganda 13 million. Bo'ldi. Akalar mana telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa cho'tkisini, go'zalini, yaxshisini qidirib yurgan, yirigidan, yo'g'onidan qidirib yurgan aka-ukalarimizga tashab qo'yasizlar mana. Qo'yiladi. Akalar, shu bilan videomiz tugadi. Kanalga obuna bo'lmaganmisizlar, obuna bo'lib bizni kuzatib boringlar. Inshaalloh zo'rlari bizning kanalimizda. Like bosdilaringmi? Yana bitta so'rab qo'ying. Bosinglar like, sizga ham bizga ham pul bermaydi. Tekin, ha? Tekin. Bo'ldi. Bosinglar like. Akalar, aloqa chiqarasizlar.